Dasturimiz davom etadi. Biznes va fan universitetining Toshkent filialida karyera kuni mehnat yarmarkasi tashkil etildi. Mazkur tadbir kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi hamda qator yirik tashkilotlar bilan hamkorlikda o'tkazildi. Tafsilotlar bilan muxbirimiz. Xabaringiz bor, Prezidentimiz tomonidan oliy ta'lim tashkilotlari bitiruvchilarining ishga joylashishiga ko'maklash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qaror asosida yoshlarning bandligini ta'minlash, oliy ta'lim muassasalari bitiruvchilarining mehnat bozoriga integratsiyasini kuchaytirish, xususiy sektor va tijorat banklari ishtirokida kadrlar tayyorlash jarayonini takomillashtirish kabi qator vazifalar belgilangan edi. Uning ijrosini ta'minlash maqsadida o'tkazilgan mazkur mehnat yarmarkasi universitet talabalari uchun katta imkoniyatlar eshigini ochdi. Hozirgi kunda universitetimizda 20 mingga yaqin talabalar kunduzgi va sirtqi ta'lim shakllarida 30 dan ortiq yo'nalishlarda 5 ta binomizda tahsil olishmoqda. Ya'ni Namangan shahridagi binolarimizda va Toshkent shahridagi filialimizda talabalarimiz ta'lim olib kelishmoqda. Bu o'quv yilidan boshlab bizning universitetimizda bitiruvchi magistratura va bakalavr yo'nalishdagi bosqichdagi talabalarimiz bitiruv diplomlarini olishadi va bular o'zlari uchun mos karyera yaratishlari uchun ish jarayonlarida ko'rishmoqda. Bu kun biz uchun juda muhim hisoblanadi, chunki bu karyeralar kuni orqali talabalar o'zlari uchun ish o'rinlari topishga muvaffaq bo'ladilar. Men ham turizm yo'nalishida o'qiyman. Men uchun hozir amaliyot o'tashga turizm qo'mitasiga imkoniyatlarim juda katta ekan, ya'ni u yerda amaliyot o'tashdan tashqari o'sha yerda yaxshi natija ko'rsatib ishga qolish imkoniyati ham juda yuqori ekan. Mehnat yarmarkasida ish izlayotgan ko'plab yoshlar ishtirok etib, turli kompaniya vakillari bilan muloqot qilish, o'zlarini qiziqtirgan savollarni berish va ma'lumot almashish imkoniyatiga ega bo'lishdi. Surayyo O'tayeva, Shohruh Toshnazarov, yoshlar.